Homila boshi qachon pastga tushishi kerak? Homiladorlikni 1-2-3 oyligida homila xohlagan holatda yotadi. Dumbasi bilan, boshi bilan ko'ndalang yotib oladi. Bu norma hisoblanadi. 3 oyligidan boshlab biza homila boshi pastga tushdimi yo'qmi ko'rib boramiz. Homiladorlikda homila boshi aytaylik 2-3 oylikdan tushib oladi deb qiladi, oxirigacha boshi bilan turib oladi. Shunday homiladorlar bor. Homila ko'ndalang yoki dumbas bilan o'tiradi deb oxiriga kelib aylanib oladi. Biza homila boshi bilan tushishi uchun homila uchun sharoit kerak. Demak, suvlari norma bo'lishi kerak, kendik o'ralmagan va onani holatidan kelib chiqadi. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Poliklinikada ginekolog bo'lib ishlaganimda homiladorim kelardi. 9-oyga ham dumba bilan edi. Juda tonusda yurardi, dono qizim. U qizni homilasi bir haftada boshi pastga tushib bergan. Hali o'zingda o'qimagan edim, ishlamasdim. O'shanda apparatda chiqib ko'rgan edim. Demak, aytmoqchi bo'lganim, bir haftada 9-oyda ham tushib berar ekan. Demak, Xudoning qo'lida hamma narsa oson ekan. Shuning uchun homilador ayollarimiz homilasi dumbas bilan o'tirsa yoki kindik o'ralsa yoki ko'ndalang yotgan bo'lsa ham iltimos vahima qilmasdan ginekologingiz aytganini qilib, bolangizga yaxshi nafas oldirib, o'zingiz xotirjam bo'lib olsangiz, to'g'ri yotib to'g'ri tursangiz, homila boshi bilan yaxshi tushib beradi va yaxshi tug'iladi, Xudo xolasa.